Assalomu alaykum, Limon ko'chasi shodlari. Limon bilan shug'ullanuvchilar. Mana xudo xolasa biz mana agatlar tayyor qilib mana chikalakka mana suvlarni qo'yishni boshladik mana. Agatlarni tortib qo'ydik. Xudo xolasa mana 4 kun 5 kun ichida yetilib qolsa mana suqishni boshlaymiz-da. Qancha erta qilsang shuncha yaxshi-da buni. Ertaroq qilaverish kerak. Hozir qilib qo'yganlar ham bor edi. Bu yer tayyor bo'lmasdan ozgina kech qolib ketdi-da, bu yer yetilmasdan. Yer yetilmasdan ozgina kech qolib ketdi. Xudo xolasa mana buylar mana zakaz olaveramizda mana. Xudo xolasa mana. Bir yoshar ko'chat mana 2 yoshar buyog'larga mana 2 yosharlik qilamiz mana shog'iga mana. O'shagacha mana. Naryoqda 2 ta parnigimda ko'chatim turibdi. Qayta ekinga. Mana shu yerga ekib 2 yoshar qilib sotamiz xudo xolasa. Mana yerlarni tayyor qilib qo'ydik mana. Haydatib. Bir kech qolib ketdi-da yerlar, ancha yetilmasdan kech qolib ketdi. Yerga qarab qoldik. Yo'qsa shu qachon qalamchilar suqib olgan bo'lardik. Qalamchilar suqib olgan bo'lardik mana. Xudo xolasa mana. Beshonming bog'iga chiqsa, bog'iga 4-5 ming qayta ekin chiqsa, ancha bo'lib qoladi.